Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va kanalimning qadrli obunachilari. Bugun men sizlar bilan moliyaviy barqarorlik, yangi imkoniyatlar va ko'pchilikni qiynayotgan muhim bir savol haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda iqtisodiy qiyinchiliklar, doimiy daromad manbalarini izlash va kelajakka ishonch bilan qaray olish ko'pchiligimizning eng katta muammolarimizdan biriga aylangan. Ko'plab odamlar internetda tez pul ishlash, oluvchilarga kafolatlangan to'lovlar kabi e'lonlarga duch kelishadi. Ammo afsuski, ularning aksariyati shunchaki firibgarlik bo'lib chiqadi. Bu esa odamlarda umidsizlik va ishonchsizlik uyg'otadi. Lekin bugungi mavzu butunlay boshqacha. Men sizlarga shuni qat'iy aytmoqchimanki, bugungi ma'lumot har biringiz uchun nihoyatda muhim. Chunki u sizning moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan real imkoniyatlar haqida. Bu shunchaki mish yoki yolg'on va'da emas, balki xalqaro hamkorlar tomonidan taqdim etilayotgan, haqiqatan ham jiddiy va amaliy yordam haqida so'z boradi. Bu imkoniyatlarga qanday erishish mumkinligi, kimlar ulardan foydalanishi mumkinligi va qanday yo'l tutish kerakligi haqida chuqur tushuncha beraman. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Agar hali ham kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va bu videoga like bosing. Bu bizning jamoamizga yordam beradi va men sizlar uchun yanada foydali kontent tayyorlashga undaydi. Muammoning mohiyati va o'zgarishlar aziz do'stlar, avvallari xalqaro tashkilotlar va davlatlarning moliyaviy yordamlari, grantlari yoki investitsiyalari ko'pincha juda murakkab, shaffof bo'lmagan tizimlar orqali amalga oshirilardi. Bunday yordamlar asosan yirik davlat tashkilotlari, yirik nodavlat notijorat tashkilotlari yoki aniq bir elita doirasidagi loyihalar uchun ajratilardi. Oddiy fuqarolar, kichik tadbirkorlar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar bunday imkoniyatlar haqida bilishmasdi ham, ularga bevosita murojaat qilish imkoniyati deyarli yo'q edi. Grant olish uchun qandaydir juda yuqori darajadagi aloqalar, murakkab byurokratik jarayonlardan o'tish yoki katta loyiha takliflarini tayyorlash talab qilinardi. Hattoki ba'zida bu mablag'lar o'z manziliga to'liq yetib bormay, turli xil vositachilarning cho'ntagiga kirib ketish holatlari ham kuzatilardi. Bu esa xalqaro yordamlarga nisbatan ishonchsizlikni oshirardi va ularning samaradorligini pasaytirardi. Odamlar uchun bunday imkoniyatlar haqiqatan uzoq, shunchaki qog'ozdagi loyihalar bo'lib tuyulardi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Global iqtisodiyotdagi o'zgarishlar, pandemiyaning oqibatlari, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va xalqaro hamkorlikning yangi bosqichga ko'tarilishi tufayli xalqaro sheriklar o'z yordam dasturlarini qayta ko'rib chiqdilar va ularni yanada shaffof, ochiq va kengroq auditoriyaga yo'naltirishga qaror qildilar. Endi yordam faqat yirik loyihalar uchun emas, balki oddiy fuqarolar, kichik va o'rta biznes vakillari, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar va innovatsion g'oyalar egalari uchun ham bevosita taqdim etilmoqda. Yangi tizimlar, masalan, onlayn platformalar, soddalashtirilgan arizalar va shaffof saralash mezonlari joriy etildi. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi shundaki, xalqaro hamjamiyat barqaror rivojlanishga erishish uchun iqtisodiyotning har bir pog'onasini, jumladan eng buyuk qatlamdagi aholining ham moliyaviy ahvolini yaxshilash muhimligini anglab yetdi. Endilikda sizning loyihangiz qanchalik kichik bo'lmasin, g'oyangiz qanchalik oddiy ko'rinmasin, agar u muayyan mezonlarga javob bersa va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lsa, siz ham xalqaro hamkorlardan jiddiy moliyaviy ko'mak olishingiz mumkin. Bu nafaqat sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizni yaxshilaydi, balki umumiy iqtisodiyotga ham sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi kunda bu jarayonni o'zining yangicha mexanizmlari bilan ta'minlashga yo'naltirilgan bir qancha tashabbuslar mavjud. Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining rivojlanish dasturi, UNDP Yevropa Ittifoqi, moliyaviy fondlari, Jahon banki, shuningdek ayrim davlatlarning, masalan, Germaniya, AQSh, Janubiy Koreya va Yaponiya kabi davlatlarning rivojlanish agentliklari kichik va o'rta tadbirkorlikni, ayollar tadbirkorligini, yoshlarning innovatsion loyihalarini, qishloq xo'jaligini rivojlantirishni, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarini qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan maxsus grant dasturlarini taklif etmoqdalar. Bu dasturlarning har biri o'zining maqsadiga, shartlariga va target guruhiga ega. Biz bugun aynan ana shunday imkoniyatlar haqida atroflicha gaplashamiz. Nimalarni bilish kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar yo'q, endi esa eng muhim qismga o'tamiz.
Bu xalqaro to'lovlar va yordamlar haqida siz nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar bu jarayonda ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak va kimlar esa bemalol o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishi mumkin? Birinchidan, bu mablag'larning manbasini aniq bilishingiz lozim. Xalqaro hamkorlar deganda qaysi tashkilotlar nazarda tutilmoqda? Ular Birlashgan Millatlar Tashkilotining turli agentliklari, masalan, UNDP, UNICEF, FAO, Yevropa Ittifoqi fondlari, Jahon banki kabi xalqaro moliya institutlari, AQShning USAID, Germaniyaning GIZ, Yaponiyaning JICH kabi ikki tomonlama rivojlanish agentliklari yoki xalqaro xayriya fondlari bo'lishi mumkin. Har bir tashkilotning o'zining rasmiy veb-sayti va aloqa kanallari bor. Bu ma'lumotlarni tekshirish sizni ko'plab firibgarliklardan himoya qiladi. Ikkinchidan, bu mablag'lar qanday maqsadlar uchun ajratilganini bilish o'ta muhimdir. Ular shunchaki boshqa yordam emas, balki aniq belgilangan yo'nalishlarga ega. Masalan, kichik biznesni rivojlantirish, ayniqsa ayollar va yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga, nogironligi bor shaxslarga moddiy yordam ko'rsatish, ta'lim sohasidagi loyihalar, maktablar, kasb-hunar kollejlari uchun uskuna yoki o'qitish dasturlari, sog'liqni saqlash tizimini yaxshilash, atrof muhitni muhofaza qilish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, energiya samaradorligini oshirish yoki innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun bo'lishi mumkin. Sizning loyihangiz yoki ehtiyojingiz bu yo'nalishlardan biriga mos kelishi kerak. Mablag'larning maqsadi qanchalik aniq bo'lsa, sizning arizangizni qondirish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Uchinchidan, kimlar bu dasturlarga murojaat qilish huquqiga ega ekanligini, ya'ni eligibility mezonlarini tushunib olish kerak. Bu mezonlar dasturga qarab farq qiladi. Umumiy holatlarda quyidagilar talab qilinishi mumkin. Yashash joyi. Siz qaysi hududda yashaysiz? Ba'zi dasturlar faqat aniq bir viloyat yoki tumanga qaratilgan bo'ladi. 2 yosh chegarasi. Masalan, yoshlar tadbirkorligi uchun 12 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar. Ijtimoiy maqom. Masalan, kam ta'minlangan oila a'zosi, yagona ona nogironligi bor shaxs, migratsiyadan qaytgan fuqaro. Daromad darajasi. Ba'zi dasturlar faqat ma'lum bir daromad chegarasidan past bo'lganlarga mo'ljallangan. Beijing faoliyat turi. Agar biznes uchun bo'lsa, qaysi soha? Masalan, xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi. 6. Qobiliyat va ko'nikmalar. Loyihangizni amalga oshirish uchun yetarli bilim va tajribaga egamisiz? Ba'zi grantlar oldindan treningdan o'tishni talab qiladi. Mablag' miqdori ham dasturga bog'liq bo'ladi. Bu bir martalik $50 kabi kichik ijtimoiy yordamdan tortib, kichik biznesni boshlash uchun $10,000 yoki hatto undan ko'proq miqdordagi grantlargacha bo'lishi mumkin. Ba'zan bu mablag'lar qisman qaytariladigan yoki birgalikda moliyalashtirish, co-financing tamoyiliga asoslangan bo'ladi. Ya'ni siz ham loyihaga ma'lum bir ulush bilan ishtirok etishingiz talab qilinadi. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Raqamlar va vaziyatlar bilan. Misol 1. Yosh tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash. Farg'ona viloyatida yashovchi 25 yoshli Aziza ismli yigit hunarmandchilik bilan shug'ullanib, milliy buyumlar tikadi. Uning orzusi o'z ustaxonasini ochish va mahsulotlarni onlayn sotish orqali xorijiy bozorlarga chiqish edi. Lekin uning uskunalar sotib olish va dastlabki materiallar uchun moliyaviy mablag'i yo'q edi. U BMT rivojlanish dasturi tomonidan e'lon qilingan yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash grant dasturi haqida eshitdi. Dastur doirasida 1000 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan innovatsion g'oyalarga ega yoshlar $5000 bo'lgan miqdorda grant olishlari mumkin edi. Aziza o'zining biznes rejasini, mahsulotlarning eskizlarini, bozor tahlilini va loyihaning ijtimoiy ahamiyatini ko'rsatgan holda arizasini topshirdi. Uning loyihasi hududda yangi ish o'rinlari yaratishi va milliy hunarmandchilikni targ'ib qilishi bilan ajralib turardi. Ariza ko'rib chiqilgandan so'ng Aziza intervyuga chaqirildi va loyihasini himoya qildi. Natijada u $5 miqdorida grant oldi. Bu pulga u zamonaviy tikuv mashinalari, kompyuter va dastlabki xomashyo sotib oldi. Hozirda uning ustaxonasida 3 nafar ayol ishlaydi va ular nafaqat O'zbekiston bo'ylab, balki Rossiya va Qozog'istonga ham mahsulot eksport qilmoqda. Bu nafaqat Azizaning moliyaviy ahvolini yaxshiladi, balki boshqa ayollarning ham bandligini ta'minladi. Misol 2. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga yordam. Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida yashovchi 38 yoshli Nodira opa yolg'iz ona edi.
U 3 farzandini boqardi va ularning ta'limi uchun yetarli mablag' topa olmasdi. Oilaning oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlaridan ham past edi. U mahalliy hokimiyat organlari orqali xalqaro qizil xoch va qizil yarim oy jamiyatlarning zaif aholi qatlamlarini qo'llab-quvvatlash dasturi haqida bilib oldi. Bu dastur ayniqsa yolg'iz onalar, nogironligi bor shaxslar va ko'p bolali kam ta'minlangan oilalarga mo'ljallangan edi. Ariza topshirish uchun uning pasporti, oila a'zolari haqida ma'lumot, daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma va yashash joyidan ma'lumotnoma talab qilindi. Ariza tasdiqlangach, Nodira opaga har oy AQSh dollari ekvivalentida moddiy yordam tayinlandi. Bu yordam 1 yil davomida berildi. Ushbu mablag'lar evaziga u bolalarining maktab xarajatlarini qopladi, o'quv guruhlari sotib oldi va ularni qo'shimcha kurslarga yozish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu to'lovlar Nodira opaga bolalarning kelajagiga sarmoya kiritish imkonini berdi va oilaning ijtimoiy ahvolini sezilarli darajada yaxshiladi. Misol uchun, qishloq xo'jaligini rivojlantirish. Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan fermer Ahmad aka 5 gektar yer maydoniga ega edi. Ammo sug'orish tizimi eski bo'lgani uchun hosildorlik past edi. U zamonaviy tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatishni xohlardi. Ammo buning uchun AQSh dollari miqdorida sarmoya kerak edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti va mahalliy hukumat hamkorligida amalga oshirilayotgan qishloq xo'jaligida innovatsiyalarni joriy etish dasturi haqida eshitdi. Bu dastur fermerlarga yangi texnologiyalarni joriy etish uchun 7% gacha grant yordamini taqdim etardi. Qolgan 4% esa fermerning o'z hisobidan bo'lishi kerak edi. Ahmad aka o'zining biznes rejasini, sug'orish tizimining loyihasini, kutilayotgan hosildorlik o'sishi va suv tejash hisob kitoblarini taqdim etdi. Uning loyihasi suv resurslaridan samarali foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan edi. U 10.500 AQSh dollari miqdorida grant oldi va qolgan 5 dollarni o'z mablag'idan qo'shib zamonaviy tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatdi. Natijada uning ekinlarining hosildorligi 2 barobarga oshdi. Suv sarfi esa go'rtin kamaydi. Bu Ahmad akaning daromadlarini sezilarli darajada oshirdi va boshqa fermerlar uchun ham yaxshi namuna bo'ldi. Kimlar xavotirlanish kerak? Aslida xavotirlanish kerak emas, balki ehtiyot bo'lish kerak degan so'z to'g'riroq bo'ladi. Birinchi navbatda firibgarlar sizdan ariza to'ldirish yoki xizmatlar uchun pul talab qilishi mumkin. Hech qachon, takrorlayman, hech qachon rasmiy tashkilotlar ariza berish yoki pul to'lov uchun to'lov talab qilmaydi. Agar sizdan oldindan to'lov so'ralsa, bu aniq firibgarlikdir. Shuningdek, mezonlarga mos kelmaydigan, yolg'on ma'lumotlar bilan ariza topshirgan shaxslar ham jiddiy muammolarga duch kelishlari mumkin. Yolg'on ma'lumot taqdim etish nafaqat arizangizning rad etilishiga, balki qonuniy javobgarlikka ham sabab bo'lishi mumkin. Bunday hollar dastur tomonidan kelgusida har qanday yordam olish imkoniyatidan mahrum bo'lasiz. Kimlar esa xavotirlanishi shart emas. Kimlar haqiqatdan ham yordamga muhtoj bo'lsa, kimlar belgilangan mezonlarga javob bersa va kimlar o'z loyihasini yoki ehtiyojini halol va shaffof tarzda taqdim eta olsa, ular bemalol murojaat qilishlari mumkin. Sizning g'oyangiz naqadar kichik yoki ehtiyojingiz naqadar oddiy ko'rinmasin, agar u dastur maqsadlariga mos kelsa va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lsa, sizning ijtimoiy aholaringiz juda yuqori. Muhimi o'rganish, tayyorgarlik ko'rish va to'g'ri yo'ldan borish. Qoidadan istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar hech bir qoida istisnosiz bo'lmagani kabi, xalqaro grant dasturlarida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va datlab ko'zga tashlanmaydigan noaniq nuanslar mavjud. Bularni bilish sizga jarayonni tushunish va muvaffaqiyatga erishishda yordam beradi. Istisnolar favqulodda yordam dasturlari ba'zi holatlarda, masalan, tabiiy ofatlar, suv toshqinlari, zilzilalar yoki global sog'liqni saqlash krizislari, pandemiyalar paytida xalqaro tashkilotlar tezkor va favqulodda yordam dasturlarini ishga tushirishi mumkin. Bunday dasturlar uchun odatdagi murakkab byurokratik jarayonlar soddalashtiriladi yoki butunlay chetlab o'tiladi. Mezonlar ham odatdagidan ancha yumshoqroq bo'lishi mumkin. Asosan jabrlangan hududda yashash va zarar ko'rganlikni isbotlash yetarli bo'ladi. Bunday hollarda yordam tezroq va kengroq miqyosda tarqatiladi. 2. Pilot loyihalar. Ba'zi grant dasturlar sinov tariqasida, ya'ni pilot loyiha sifatida boshlanishi mumkin.
aniq bir guruh yoki hududda amalga oshiriladi va ularning qoidalari odatiy dasturlardan farq qilishi mumkin. Ular ko'pincha yangi yondashuvlarni sinab ko'rishga qaratilgan bo'ladi. Agar siz shunday pilot loyihaga duch kelsangiz, mezonlarga diqqat bilan e'tibor bering. Ular an'anaviy talablardan farqli bo'lishi mumkin. 3. Maxsus ehtiyojlar uchun dasturlar. Masalan, ayrim dasturlar faqat kam uchraydigan kasallikka chalingan bolalarni davolash yoki juda to'r ixtisoslikdagi tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan bo'ladi. Bunday dasturlar uchun mezonlar juda aniq va to'r doirada bo'ladi va sizning o'latingiz ularga to'liq mos kelishi kerak. Qaltisiyatlar pitfalls. Firibgarlik tuzog'i bu eng katta xavf. Yuqorida aytib o'tganimdek, ariza topshirish uchun to'lov, kafollangan to'lov uchun komissiya, tez pul takliflari kabi e'lonlardan ehtiyot bo'ling. Rasmiy tashkilotlar hech qachon sizdan pul so'ramaydi. Firibgarlar ko'pincha sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport raqami, bank hisob raqami, PIN kodlar olishga urinishadi. Ularning veb-saytlari rasmiy saytlarga o'xshash bo'lishi mumkin, lekin domen nomlarida kichik farqlar bo'ladi. Masalan, org o'rniga info yoki qo'shimcha harflar. Har doim manbani 2 marta tekshiring. Aloqa uchun faqat rasmiy saytlarda ko'rsatilgan elektron pochta va telefon raqamlaridan foydalaning. 2. Ma'lumotlarning noto'g'ri talqini. Ijtimoiy tarmoqlardagi yoki norasmiy guruhlardagi mish-mishlar va noto'g'ri ma'lumotlar sizni chalg'itishi mumkin. Masalan, har bir fuqaroga $1 billion to'lanadi kabi umumiy e'lonlar yolg'on bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Har doim rasmiy manbalarga murojaat qiling va ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlash uchun bir nechta manbani tekshiring. Byurokratiya va kechikishlar garchi yangi tizimlar soddalashtirilgan bo'lsa-da, xalqaro tashkilotlarda byurokratik jarayonlar hali ham mavjud. Ariza ko'rib chiqish muddati uzoq bo'lishi mumkin. Ba'zida bir necha oyga cho'zilishi mumkin. Bu esa sabr-toqatni talab qiladi. Shuning uchun natijani kutayotgan paytda boshqa imkoniyatlarni ham izlashni davom ettiring va umidingizni butunlay shu dasturga bog'lab qo'ymang. 4. Mablag'lardan noto'g'ri foydalanish oqibatlari. Agar siz grant mablag'larini olsangiz, ularni dasturda belgilangan maqsadlar uchun ishlatishingiz shart. Mablag'larni shaxsiy ehtiyojlar yoki boshqa maqsadlar uchun ishlatish qoida buzarlik hisoblanadi va bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, mablag'larni qaytarish talab qilinishi kelgusida har qanday grant dasturlaridan mahrum qilinish yoki hatto qonuniy javobgarlikka tortilish mumkin. Noaniq nuanslar. Hisobot berish majburiyati ko'pgina grantlar, ayniqsa yuqori summadagi loyihalar uchun olingan mablag'lar qanday sarflangani haqida muntazam va batafsil hisobot berishni talab qiladi. Bu moliyaviy hisobotlar, faoliyat hisobotlari va sarflangan mablag'larni tasdiqlovchi hujjatlar, cheklar, shartnomalar, foto, video hisobotlar bo'lishi mumkin. Ba'zan hatto audit tekshiruvlari ham o'tkaziladi. Bu sizdan intizom va aniq hujjatlashtirishni talab qiladi. 2. Soliq majburiyatlari. Olingan xalqaro to'lovlar va grantlar sizning mamlakatingizdagi soliq qonunchiligiga muvofiq soliqqa tortilishi mumkin. Bu juda muhim nuans, chunki ko'pchilik grantlarni bepul pul deb bilib soliqlar haqida o'ylamaydi. Grant shartnomalarda yoki mamlakatingiz soliq kodeksida bu haqda ma'lumot bo'ladi. Murojaat qilishdan oldin mahalliy soliq organlari yoki soliq maslahatchilari bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Birgalikda moliyalashtirish, co-financing. Ba'zi grant dasturlari sizdan loyihaning umumiy qiymatining ma'lum bir foizini, masalan, o'tibdan o'zingizning hisobingizdan qoplashingizni talab qiladi. Bu sizning loyihaga bo'lgan jiddiyligingizni va shaxsiy sarmoyangizni ko'rsatishga yordam beradi. Bunday holda sizning mablag'ingiz hamda grant mablag'lari birgalikda loyihani amalga oshirish uchun ishlatiladi. 4. Barqarorlik talablari. Ayrim grantlar loyihaning grant tugagandan keyin ham barqarorligini ta'minlash rejasini talab qiladi. Ya'ni loyiha moliyaviy yordam tugagandan keyin ham mustaqil ravishda ishlay olishi va o'zini oqlashi kerak. Bu ayniqsa biznes loyihalar uchun juda muhimdir. Sizning biznes rejangizda grantdan keyin qanday qilib daromad olishingiz va faoliyatni davom ettirishingiz aniq ko'rsatilishi lozim. 5. Til to'siqlari. Ba'zi xalqaro tashkilotlarning arizalari ingliz yoki rus tilida bo'lishi mumkin. Agar siz bu tillarni bilmasangiz, tarjimon yordamiga ehtiyoj tug'ilishi mumkin. Ba'zan grant dasturlari mahalliy tilda ham taqdim etiladi, ammo har doim ham emas. Shuning uchun arizalarni diqqat bilan o'rganing va kerak bo'lsa mutaxassislardan yordam so'rashdan tortinmang. Bu jihatlarni tushunish
sizni nafaqat muvaffaqiyatga yaqinlashtiradi, balki kutilmagan muammolardan ham himoya qiladi. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar. Mana endi eng asosiy qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qilib bu imkoniyatlardan foydalanish mumkin? Quyida siz uchun aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar berilgan. İlk qadam, ma'lumotlarni tekshiring va tasdiqlang. Hech qachon shubhali manbalardagi ma'lumotlarga ishonmang. Rasmiy ma'lumot manbalariga murojaat qiling. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, Sanoat va Savdo vazirligining rasmiy veb sayti Invest.uz Birlashgan Millatlar Tashkilotining rivojlanish dasturining UNDP O'zbekistondagi ofis sayti. O'zbekiston Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi sayti. EAS.Europa.EU Delegations Uzbekistan vakolatli davlat organlari. Masalan, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, qishloq xo'jaligi vazirligi, xalqaro moliya institutlari va xayriya tashkilotlarining rasmiy saytlari. Bu saytlarda grantlar, imkoniyatlar, dasturlar yoki moliyaviy yordam bo'limlarini qidiring. Har bir dasturning maqsadlari, muddatlari va mezonlari aniq ko'rsatiladi. 2 qadam. O'zingizning albiditingizni baholang. Dastur shartlariga to'liq javob bera olasizmi? O'zingiz uchun savollar ro'yxatini tuzing va ularga javob bering. Yoshingiz mos keladimi? Yashash joyingiz dastur talablariga mos keladimi? Moliyaviy ahvolingiz dastur ko'zda tutgan mezonlarga mos keladi. Masalan, kam ta'minlanganlik sizning loyihangiz yoki ehtiyojingiz dasturning maqsadiga mos keladimi? Masalan, kichik biznes, ijtimoiy himoya, ekologiya. Kerakli bilim va ko'nikmalarga egamisiz? Agar bir nechta mezonlarga javob bermasangiz ham umidingizni uzmang. Boshqa dasturlarni qidiring, chunki har bir dasturning mezonlari farqli bo'ladi. 3 qadam. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Aksariyat dasturlar uchun quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Ularni oldindan tayyorlab qo'yish jarayonini tezlashtiradi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta nusxasi. Yashash joyidan ma'lumotnoma. Daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma. Ish joyidan, bank hisobvaragidan ko'chirma. Oilaviy ahvoli haqida ma'lumotnoma, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, yolg'iz ona maqomini tasdiqlovchi hujjat. Agar biznes uchun bo'lsa, biznes reja. Bu loyihaning maqsadini, budjetini, kutilayotgan natijalarini, bozor tahlilini, rejalashtirilgan ish o'rinlarini, moliyaviy hisob-kitoblarni o'z ichiga olishi kerak. Aniq, qisqa va tushunarli bo'lishi lozim. Loyihaning taqdimoti, agar talab qilinsa. Diplom, sertifikatlar, agar ma'lum bir ko'nikma yoki kasbga oid loyiha bo'lsa, nogironligi bor shaxslar uchun tibbiy xulosa. Ba'zi hollarda tavsiyanomalar yoki guvohlik xatlari. Barcha hujjatlar skaner qilingan, aniq va o'qishli formatda, odatda PDF bo'lishi kerak. 4 qadam. Ariza topshirish jarayoni. Onlayn platformada ro'yxatdan o'ting. Ko'pgina zamonaviy dasturlar uchun onlayn ariza topshirish tizimlari mavjud. Siz shaxsiy kabinet yaratishingiz kerak bo'ladi. Arizani diqqat bilan to'ldiring. Har bir savolga to'liq va rost javob bering. Bo'sh qoldirilgan joylar yoki noaniq javoblar arizangizning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Barcha kerakli hujjatlarni yuklang. Hujjatlarning hajmi va formatiga e'tibor bering. Loyihangiz yoki ehtiyojingizni qisqacha, ammo ta'sirchan tarzda izohlang. Nima uchun aynan siz bu yordamga loyiqsiz? Bu mablag'lar hayotingizni qanday o'zgartira oladi? Loyihangiz qanday muammoni hal qiladi va kimlarga foyda keltiradi? Arizani yuborishdan oldin uni bir necha marta diqqat bilan tekshiring. Imloviy xatolar yoki noto'g'ri ma'lumotlar bo'lmasin. Ba'zi dasturlar uchun suhbatga taklif qilinishingiz mumkin. Bu suhbatga jiddiy tayyorlaning. O'z loyihangizni yoki ehtiyojingizni ishonchli tarzda taqdim eta oling. 5 qadam. Ariza holatini kuzatib boring va aloqada bo'ling. Ariza topshirilgandan so'ng uning holatini onlayn platformadagi shaxsiy kabinetingiz orqali yoki ko'rsatilgan aloqa kanallari orqali kuzatib boring. Agar qo'shimcha ma'lumot yoki hujjat so'ralsa, imkon qadar tezroq taqdim eting. Agar savollaringiz bo'lsa, rasmiy aloqa markazlari yoki elektron pochta orqali murojaat qiling. Telefon orqali bog'lanishga harakat qiling. Ammo spam bog'lanishga harakat qiling. Ammo spam qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'ling. 6 qadam. Shartlar va qoidalarni diqqat bilan o'qing. Agar arizangiz tasdiqlansa va sizga mablag' ajratilsa, barcha shartnoma shartlarini, foydalanish qoidalarini, hisobot berish majburiyatlarini va boshqa barcha talablarni juda diqqat bilan o'qib chiqing. Har bir bandni tushunib oling. Agar biror narsa tushunarsiz bo'lsa,
aniqlik kiritish uchun mutaxassislarga murojaat qiling. Chunki bu shartlarga rioya qilmaslik jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Bu shartnomalar yuridik kuchga ega bo'ladi. Bu bosqichlarni aniq va to'g'ri bajarish sizning muvaffaqiyatga erishishingiz uchun juda muhimdir. Esda tuting, bu pul shunchaki berilmaydi. Bu sizning sa'y-harakatingiz, tayyorgarligingiz va loyihangizning ahamiyati evaziga beriladigan real imkoniyatdir. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli do'stlar, bugungi videoda men sizlarga xalqaro hamkorlar tomonidan taqdim etilayotgan jiddiy moliyaviy yordam va to'lovlar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Biz qanday qilib avvallari bu imkoniyatlar oddiy aholi uchun deyarli mavjud emasligi, ammo hozirda vaziyat tubdan o'zgargani, qanday qilib bu dasturlar shaffof va ochiq bo'lgani haqida gaplashdik. Siz bilishingiz kerak bo'lgan asosiy ma'lumotlar, kimlar uchun bu imkoniyatlar yaratilganligi, real misollar, shuningdek qoidadan istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan firibgarlik tuzoqlari va amaliy maslahatlar haqida atroflicha tushuntirdim. Eslatib o'taman, bu haqiqiy imkoniyat bo'lsa-da, u avtomatik ravishda amalga oshmaydi. Bu sizdan harakat, sabr-toqat, sinchkovlik va intizomni talab qiladi. Eng muhimi, har doim ma'lumotlarni rasmiy manbalardan tekshiring. Firibgarlik tuzoqlariga tushmang va arzangizni vijdonan, to'g'ri ma'lumotlar bilan to'ldiring. Sizning harakatingiz, sizning g'oyangiz va sizning ehtiyojingiz bu imkoniyatni real moliyaviy yordamga aylantira oladi. Agar siz bu imkoniyatdan foydalanishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz yoki shunday dasturlardan foydalangan bo'lsangiz, o'z tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning hikoyangiz boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizning jamoamizga yanada ko'proq foydali va amaliy ma'lumotlarni sizga yetkazishda yordam beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni asrang va moliyaviy barqarorlikka erishish uchun harakatdan to'xtamang. Rahmat.